Ismim Muhabbat, yoshim 57da. Toshkent shahrida turaman. Kasbim vrach oftalmolog. O'zi o'tgan yili bir shu kriptovalyutaga qiziqdim. Bitcoinlarga. Umuman boshqa kurslarda o'qidim. Birinchi rossiyskiy, keyin qanaqa ishlar ekan deb o'sha yana bitta kursga yozildim. Yaxshi o'rgatmadi, juda ham ishonch tug'dirmadi, chunki na ofisi, na telefoni, faqat siz bilan Telegram orqali gapiradi, unaqa yo'q. Kurator ham boshqasi ham aytdim. Mashinik o'xshaydi. Mashinik, да, точно. Keyin men aytdim, qani men kursga pul to'lasam, допустим-da, qayerda ofislar men ko'rishim kerak. Ishonch hosil qilish kerak. Keyin qarasam, juda chutki, dona gapiradilar, unaqalarga qo'shilinglar deb chiqardilar. Nima o'sha Telegramdagi ochiq darslarga umuman yoqdi. Keyin offlaynni taklif qildilar. Riskovat qilib bordim. Asosan o'sha ofis borligi, kurator telefonni berishi, childan beri ishlashyapti, bular ishonchlimi yo'qmi? Keyin ofis o'ziga kirdim, ko'rsatdi. Qanaqa ishlashayotgani, mana bolalar o'tirishib, katta monitor. Bas keyin Umar aka o'zlari kelib qoldi. Ular bilan gaplashdim, всё. Bo'ldi, o'sha o'zi yetarli bo'ldi. Shunaqa qilib kurslarga qildim. Minus ko'p emas, ozgina minus, unaqa boshqalarga o'xshab katta yo'qotish sliflar yo'q. Akkuratni kam qilib ishlayapman. Qo'rqyapman. Qo'rquv bor hali ham. Psixologiyada endi. Psixologiya to'g'rilash kerak. Xullas, shu niyatim plyusga chiqib, ko'rsatish maqsad albatta hayotda o'sha yoshlardan orqada qolmaslik, birovga majbur bo'lmaslik. Xudo xohlasa, jarayonlar qanaqa ketyapti? Qisqa aytib bersangiz, ya'ni hozir qanchalik prop investitsiya oldingiz, kelajakda qanchalik olmoqchisiz? Hozir o'tgan hafta 10,000 prop investitsiya oldim. O'shandan ozgina $30 yo'qotish bo'ldi. Turibdi. Men o'yladim, endi voy anaqa foyda qila olmadim. Hozircha turibdi. Xatolarim o'zim bilaman. Qattiq qilganimni. Endi xudo xolasa keyingi hafta hammasi to'g'rilab, plyusga chiqish niyatim bor. Bizga ustoz bilan juda ham zo'r bo'ldi, chunki yosh bo'lishlariga qaramasdan juda ham aqlli, juda ham bilimli, hammaga e'tiborli bo'lib, har bitta savolni qolmasdan shu qilg'izib o'rgatib, hozir ham zo'r narsalar o'rgatyaptilar. Zo'r. Xo'p, unda vaqtingizni olmaymiz. Bu kursni oxirgi savolimiz, o'zingiz do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya qilgan bo'larsiz, aynan sizdan qiziqib so'rayapti. Agarda masalan haqiqatan shunaqangi ko'pchilik bor hozir, masalan, ikkinchi daromad qidirib yurganda, masalan, kimdir bolasini o'qitmoqchi, kimdir mashina olmoqchi, uy olmoqchi, qiyin-da. Shunaqa odamlarga davay harakat qil, mana shuda men shunaqa qilib chiqdim. Bo'ldi, siz bilan tanishganimizdan xursandmiz. Fikrlaringizga katta rahmat.